Hammaga salom, anchadan beri sizlar bilan ko'rishmadik do'stlar. Sizlarga arzon va sifati vobshe zo'r bo'lgan tovar obzor qilmoqchiman. Obuna bo'lganlar va obuna bo'lmaganlarga alohida narx chiqadi, bilasizlar. Misol uchun 250 ming obuna bo'lganlar uchun, obuna bo'lmaganlar uchun 300 ming so'm narx chiqadi. Har xil. Bu narx 250 ming demoqchi emasman, o'zi umuman misol tariqasida aytyapman. Shuncha obuna bo'lmang. Xo'p, bu narsani albatta narxini aytib o'taman. Buni sifati juda ham yuqori bo'lgan, lekin narxi juda ham arzon bo'lgan narsa sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Bu chaqmoq shopda albatta. Xo'p, sekin bu narsani ochib ko'ramiz. Albatta Instagramimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegramga obuna bo'lib qo'ysanglar, bular qisqa videolari va har xil aksiya birolarni ham joylab turamiz, ya'ni arzon, chegirma narxlarda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, buncha nimalar chiqadi. Eng skrom tarafi menga mana narsasi bo'ldi, ko'ryapsizlar. Alohida bunga korobka qilib, chiroyli chotka qilib chiqargan, ya'ni sovg'a ham juda ham chiroyli chiqargan. Xo'p, men albatta bu narsani sizlarga obzor qilib o'zimcha tushuntirishdan oldin o'zim ham ishlatib ko'rgan bo'lishim kerak. Sotuvchini o'zi ham qanaqa mahsulotligini bilish kerak. AirPods haqida o'zim fikrim bildiradigan bo'lsam, AirPods juda ham zo'r, hattoki mana endi maqtanishmasin, misol uchun men o'zim shunaqa AirPods ishlataman, ekranli, mana shu bilan bir xil ekan kачествоsi, ya'ni baslari juda ham zo'r, ovozi manundan baland ekan, mana buni ovozi mana bu ekranligimdan baland ekan. Ya'ni basi ham kuchli, ham ovozi ham baland, sifati vobshe zo'r ekan. Soati ham normalniy, unaqa to'g'ri 300 ming, 400 ming soatlardan emas, где-то 150 ming so'm atrofidagi soatlardan ekan. Men sizlarga endi buni janoq maqtanmayman, chunki odam olgandan keyin nima deydi, orqamdan gapirib xafa bo'lmaslik kerak, lekin soat ekran planni ishlaydi, qatib ishlaydigandan emas. Xo'p, kelinglar, birinchi bo'lib ichida narsalarni ko'rib chiqamiz, nimalar chiqadi. Ichida bizni 3 ta narsani kutib oladi. Birinchi hech kim o'qimaydigan kitobi, bilasizlar, endi bu ko'pchilikka qiziq ham emas. Xo'p, birinchi bo'lib ichida mana remishog'i chiqdi. Bunaqa remishog ikkita ekan, moloshnisi и mana buni qorasi. И mana AirPods'imizga uzun zaryadchi USB, bir qarashli tepadan emas. Mana u ko'ryapsizlar, o'zi bu mahsulotni, mana bu tovarning narxi, korobkasini ham bilasizlar, korobkasi ham ancha qattiq. Ya'ni sovg'a qilsanglar, uncha boy odamga sovg'a qilaverasizlar. Ya'ni ko'rinishi haligi tufta narsalardan emas ekan, qattiq iPhone korobkasiga o'xshagan gold rang, tilla rang, hayotda juda ham chiroyli ekan. Zaryadchiga ham normalniy uzunidan qo'yilgan. Anaqa Lightning, ya'ni iPhone uchun. Bu soat uchun besprovodni, ya'ni bu joyga shunday kallasi qo'yib qo'ysanglar, bilasizlar, zaryad olaveradi, javobni kolobkaga ko'rasizlar. Xo'p, va shunaqa nima deydi, ilova oladigan blok deydi, nima deydi, qarab shunaqa narsa. Va AirPods so'zi, AirPodsga zashnigi bilan berilar ekan. Ko'ryapsizlar, даже zashnigigacha bor. AirPods'imizning ichki ko'rinishi. Zashnigidan hozir chiqarib yuboraman, sizlar uchun chiqarib o'raman. Chiqaradigan bo'lsam, mana ko'ryapsizlar, Moido degan o'ziniki. Ya'ni bu hech qanaqa ichiga boshqa AirPods'lar tiqib qo'yishmagan. Moido degan mana kompaniyaning brendniki, o'zini AirPods. Yonishi ham bu joy oq yonadi, bu boshqalarga o'xshab hali ochganda yashil yonmaydi. Ya'ni shunisi bilan farq qilib turadi ancha. Bitta sog'inamiz. Men AirPods hoziroq eshitdim, mana shu video olishdan bir 2-3 minut oldin bitta qo'shib qo'yib olib, maza qilib, eshitib, keyin chiroyli qilib artib soldim. Nimaiki, men buni tovar o'zini mahsulotini sifatini ham bilishim kerak, chunki kimgadir sotayotganda aytishim kerak. Kачество zo'r. Men sizlarga endi Rozan kunida yolg'on gapirib maqtayman, shu paytgacha qilmayman, o'zim yolg'on gapirib maqtayman. Kачество yaxshi, zo'r, bomba. Bemalol arziydi puliga. Vesi ham ancha yaxshi, og'ir. Pro 2 bu. Ko'ryapsizlar, ancha chiroyli narsa. Xo'p, soatga keladigan bo'lsak, soat ekrani 60 Hz do'stlar. Ya'ni 60 Hz nimaligini bilmaydiganlar ham bor oramizda, lekin ma'nosini bilmaydi xolos. Lekin 60 Hz soddaroq varianti, ya'ni qishloqcha qilib tushuntirganda ekran silliq ishlaydi. Boshqa soatlarga 30 FPS bo'ladi, ya'ni 30 Hz bo'ladi. Shuni hisobiga ozgina qatibroq ishlaydi. Bu bo'lsa unaqa emas, ekran planni ishlaydi ekan, silliq planni deb qo'yadi ruschasiga. Xo'p, mana yoqadigan bo'lsa, ko'ryapsizlar mana. Endi bu hozir YouTube'da qanaqa FPS beryapti bilmadim, lekin meni kameram hozir 60 FPS ga qo'yib olganman kameramni, lekin YouTube'da qanaqa ko'rinadi bilmayman. Bu o'ta silliq ishlaydi, qotmasdan bemalol ishlatsanglar bo'laverar ekan. Mana anaqalarga o'tishi, boshqa fonga o'tishi ham oddiy o'tmaydi, qotib o'tmaydi, ya'ni tepadan pastga anaqa bilan o'tadi, nima deydi, animatsiya bilan o'tadi. Bu ham bitta animatsiya bilan o'tishi ham hammasida ham yo'q emas. Bu soatda 70 ming so'mligi ham bor do'stlar. O'rtachalari 200 ming, 150 ming, 100 ming ham topsa bo'lardi. O'rtachalarini 120 mingga. Bu где-то men taxminim bo'yicha to'g'risi endi bu smartlarga unchalik qiziq bo'lmaganim uchun men taxminimcha где-то bu 150 ming so'm atrofidagi soat bu. Orqasini yonishini ko'ryapsizlar, ya'ni datchiklari bor, qon bosimlaringizni o'lchaydi.
Hozir men shu qonun bosimiga o'chida kirib ketib qolib adashib. Orqa ko'rinishi. To'g'ri, bu joylarda knopkalari yo'q. Ya'ni mana bu o'zi knopka bo'lish kerak, knopka emas, lekin knopka bo'lmagan bilan ekranlar ishlashlari boshqa knopkasi borlardan ko'ra sifatliroq. Hozir mana bu salfani chiqarib o'tirmadim, chunki chiqarsam ekrani xunuk bo'lib qoladi, bilasizlar, lekin ya'ni chiqarib turib yana qayta yopishtirsam havo kirib qoladi, shuning uchun chiqarib o'tirmadim. Buni chiqarsangiz o'zi ekran qop-qora bo'ladi. Mana hozir yorug'lik tushib ozgina mana xira bo'lib turibdi-yu, shuni chiqarsam ekran qop-qora bo'ladi. Realni qop-qora bo'ladi. Chunki buni ekrani haligi seri emas, haligi boshqa soatlar bilsanglar, qishloqcha soatlar bor, seri bo'lib qoladi ekrani. Bilinib qoladi. Bu unaqa emas. Yonboshlari unaqa semizmas soat bemalol pol klassikaga tushaveradi. Masalan, futbolkalar bilan yengil taqsiylar bo'ladi. Eng qizig'i ikkita remshoki bor. Xo'p, shu hamma narsa ekan. Bo'ldi, mencha buni tagida hech narsasi yo'q boshqa. Mencha ochib ko'raman, qiziqishga edi. Mana hech narsasi yo'q ekan. Atak soat korobkasi, ichida AirPods menga juda yoqdi. Men soatdan juda ham zo'r. Men o'zim smartwatchga qiziqmaganim uchun, lekin soatning o'zi ancha kачествоsi yaxshi, puliga arziydi. Buni narxi nech pul? Hozir sizlarga aytaman.